O'zimiz butun umr yashaymiz degan yaxshi niyatlar bilan qurilgan xonadonimiz majburlikdan sotuvga qo'yildi. Mahalla shunaqa elitniy, tinch, osuda, yaxshi, yangi mahalla. Uy fasadi shunaqa chiroyli bir xil uslubda qurilgan. Darvozaxonasiga 4 ta mashina ham sig'adi. Uyimiz 100% bruschatka hamda travertin qilingan. Sifatli, yaxshi eshik romlar o'rnatilgan. Yozda muzdekkina, qishda issiqqina xonadonimizga 100% to'pli pol qilingan. Uy ichidagi ancha-muncha konditsioner va shunga o'xshagan uy jihozlari qoldirib ketiladi. Atrofida bog'cha, maktab, poliklinika, masjid yaqin joyda joylashgan. Uyimizga xavfsizlik kameralari ham o'rnatilgan. Gaz, svet, suv, Wi-Fi, kanalizatsiyalardan muammo yo'q. O'zini podvali hamda parkovkalarga ega. Bu uyimiz bitguncha eng sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bemalol, bexijolat bog'lanib, aniq manzil hamda qolgan ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Orientir Selxoz institutidan 3 kilometr. Videoni 5 ta tanishingizga jo'nating hamda kommentariyada sotiladigan uylaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Ushbu uyimiz 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Tom yopilishida ham eng sifatli xomashyolardan foydalanib lombos qilingan. Hatto podvollarda ham kirib o'tiradigan xonalari bor.